keling to'g'ridan to'g'ri Qirg'izistonda hozirda biznesdagi imkoniyatlar haqida men savol bersam. Mayli. Va undan keyin biznesmenlarning hozirgi holati, nimalardan quruq qolyapti, nimalarga e'tibor berish kerak masalasida chuqurroq gaplashamiz. Xo'p, demak, Qirg'izistonda hozir qanaqa imkoniyatlar bor biznesmenlar uchun va ko'pchilik nimalarni e'tiborga olsa, tezroq mana million dollarga chiqish mumkin bo'ladi. Chunki O'zbekistonda ham bir davrlar bo'lgan, boshlab qo'yganlar, gazini bosib qo'yganlar, hozir mirovoy biznesga aylanganlar bor. Men o'zim tanigan yoshgina biznesmenlar. Va bilaman 1 yil 2 yil bo'lmasdan O'zbekistonda bir nechta filiallar bilan kengayib olganlar bor. Men ko'rayotganim Qirg'izistonda ham hozir juda imkoniyatlar katta ochilyapti. Siz qanaqa ko'ryapsiz? Albatta, davlatimiz tomonidan juda ko'p biznesga qulayliklar yaratilyapti. Bulardan bittasi soliq tomonidan ancha yengillik berilgan. Hozirgi kunda tadbirkorlarimiz Единый degan nalog turi bor. Shu nalog turiga ro'yxatdan o'tib faoliyatlarni olib borsa bo'ladi. Juda ko'p qulayliklari bor. Undan tashqari mana davlat tomonidan soliq xizmati oldin aytaylik tekshiruvchi organ bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda ular servis ko'rsatuvchi, xizmat ko'rsatuvchi organga o'tish siyosatini olib boryapti. Demak, soliqda hozir imtiyozlar katta, lekin ko'pchilik inobatga olmaydi. Men bilaman-da, o'zimiz O'zbekistonda ham rosa katta imkoniyatlar ochilib qolganda ko'pchilik bilmay qoladi. Hozir nima qilsam, men Qirg'izistonda biznes qilsam-u, nimalarga e'tibor bersam, 1 2 3 4 sanab bering. Men tezroq o'sishim mumkin bo'ladi va nima uchun men belgida ishlashim kerak? Nima uchun men soliqni to'liq to'lashim kerak? Oqda belgida ishlaydigan bo'lsangiz, birinchidan sizni fokusingiz ikkiga bo'linmaydi. Ya'ni oq qismini qanaqa qilib ko'rsataman, qora qismini, chorniy qismini qanaqa qilib ko'rsataman degan fikr bo'lmaydi. Siz faqat savdoni rivojlantirishga qaratgan bo'lasiz. Fokusingizni qaratishingizga faqat oq bo'ladigan bo'lsa, bu birinchidan. O'g'irlik ehtimoli shundan ham kamaysa kerak, to'g'rimi? Albatta, o'g'irlik ehtimoli kamayadi. Ya'ni siz o'z xodimlaringiz tomonidan biznesingizda o'g'irlik, qandaydir bir qing'ir ishlarni ham oldini olgan bo'lasiz. Ochiq prozrachniy sistema qura olsangiz biznesingizda. Mana oddiy tasavvur qiling, kuzatuvchilarga murojaat. Bitta xodimingiz siz bilmaysiz, siz bilmaganingiz uchun o'g'irlab ketadigan summani 1 yilligini hisoblasangiz, o'sha soliqni, nalogni pulidan ancha qimmat bo'ladi. Men buni tajribada boshimdan kechirganman-da. Albatta. Bu narsani biz ham ko'rganmiz. Keyin bu xodimdan siz zavismiy bo'lib qolasiz. Chunki bu xodimda o'g'irligini yoki qandaydir bir qing'ir ishlarni fosh qilib, shu narsaga uchun jazolamoqchi bo'lsangiz, u sizni jazolashga harakat qiladi. Sen shunaqa ishlaringni, kirdikorlaringni bilaman. Sразу aytaman deydi, tilingiz ham qisiq bo'lib qoladi. Kerakli joylarga yetkazaman, ko'raman shunda sen qanaqa qo'shiq aytib qolishingni, как ты будешь pеть deydi. Потом посмотрим deb shunaqa. Ko'p bo'lgan lekin shunaqalar. Hozir deydi xodimimni ustidan yozaman desam, qanaqa yozasan? Men seni yozaman deganlar bor deydi. Albatta, bu ham sizni nima deydi? Uязвимый, ya'ni zaif tomonlaringizda. Agar siz xayoli shu yerda, xodimim meni ustimdan yozmasmikin, bu qilayotgan kirdikorlarimni birov bilib qolmayaptimikin, nalogni qanaqa qilib yashasamkin, ya'ni fokus har tomonga bo'lingan sizda. Siz shu sistemani to'g'ri o'rniga qo'yasizda, sizni fokusingiz faqat savdoni rivojlantirish, klientlar oqimini ta'minlash, foydani oshirish, shu narsalar kengayish, yangi filiallar ochish, dunyo miqyosiga chiqish, shu haqda o'ylaydigan bo'lsangiz, sizda ancha kuch, energiya katta ish osonlashadi. Energiyangizni to'g'ri tomonga sarflagan bo'lasiz, yo'naltirgan bo'lasiz. Ya'ni u yerdan yana siz qaytib energiya olasiz. Berigi negativ tomonlardan siz energiya sarflaysiz, lekin u yerdan sizga energiya qaytib kelmaydi. Xo'p, qarang. Men belgi ishlayman desam, gap yo'q, zavr. Lekin oqlaydimi? Kichik biznes, o'rta biznes. Nimaga oqlamaydi? Qirg'izistonda, chestni aytaveraylik, bir behijolat. Qirg'izistonda hozirgi nalog bo'yicha bunday hisoblaydigan bo'lsa, yashirmasdan, hali podxod qilmasdan gapiraylik, oqlaydimi, oqlamaydimi? Nimaga oqlamaydi? Qarang. Siz aytaylik, importyor emassiz. Ya'ni ichki bozordan, qaysidir katta firmalardan yoki katta gigantlardan tovar olib sotasiz. Siz nima uchun oqlamasin? Sizda imkoniyat bor. Yillik 50 million, bu taxminan 550 ming dollar
550 mingdan ko'proq pul bo'ladi. Bir yilda 50 milliongacha оборот qiladigan bo'lsangiz, siz atiga 0,5% soliq to'laysiz, bo'ldi. Yiliga. Sizdan boshqa soliq talab qilinmaydi. Ya'ni qo'l ostida ishlayotganlarni daromad solig'i, nimalarini, ijtimoiy to'lovlarini to'laysiz, bo'ldi. Sizda 0,5%. Bu degani misol 100 so'mlik narsa 100 so'mlik narsa sotsangiz 105 so'm bo'lib qoladi. 100 so'mlik narsa sotsangiz davlatga siz faqat 50 tiyin to'layapsiz. Ya'ni klientga siz 100 so'mlik narsani 95 so'mga beraman. Emas. Yarim so'm, 1 so'm emas yani. 50 tiyin. 50 tiyin. Ya'ni 1000 so'm savdo qilsangiz 5 so'm beryapsiz. Bu 0,5%. Siz buni yashirishdan ham hojati yo'q. Unga yashirgan ketgan energiyangizga ham arzimaydi u narsa. Undan ochiqchasiga. Ochiqchasiga ishlaysiz. Sizda biznesni tizimni to'g'ri quradigan bo'lsangiz, sizda kiruvchi nima bor? Misol aytaylik, 1 million so'mlik, 1 million so'mlik tovar oldingiz, oyda oxirida sotdingiz. Ya'ni ikkala o'rtadagi balansni siz to'g'ri olib boradigan bo'lsangiz, sizga hech qanaqa muammo yo'q. Davlat hozir boya aytib o'tganimdek servis ko'rsatuvchi xizmatga aylanayapti. Hozir ular oldin asosan tekshiruv kelib tekshirgan bo'lsa, hozir ular analitikaga asoslanib ishlayapti. Ya'ni Bobur aka bir oyda shuncha tovar oldi, shuncha tovar sotdi. Balans chiqyaptimi? Chiqyapti. Отчетlar vaqtida topshirilyaptimi? Topshirilyapti. Bo'ldi, sizga yillab tekshiruv kelmaydi. Yillab tekshiruv kelmaydi. Mana men o'zi bir korxonada rahbar bo'lib ishlayman. 2025-yilda bizni hech kim eshigimiz tagiga taqillatib kelgan emas. Kelmadi 2020. Lekin bungacha oldinlari qo'rqib o'tirardik, qachon kelib kelar ekan. Ya'ni ishlarimiz tekis qilib ishlagan paytlarimizda ham hatto qanday desangiz ham bosim bo'lardi. Bosim bo'lmasa, o'zingizda qanday bir noxush holatlar bo'lardi, chunki boya aytib o'tgandek, ular nadzorniy organ edi. Ya'ni tekshiruvchi organ edi oldin. Hozir keladigan bo'lsa, sizdan bunaqa nayz qilish yo'q. Qanaqa nimaga solig'ini yashiryapsan, unaqa narsa yo'q. Hatto borib nima qilsangiz konsultatsiya beradi. Tushunmagan joylaringizni tushuntirib berishadi. Bizda ham nima almashinuv bo'lganda, prezident almashinuvi bo'lgandan keyin bizda shunaqa narsalar yaxshilanib, juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Uni ko'ra olgan ko'ryapti-da. Sizlarda ham hozir ayni paytda shunaqa ko'ra olganlar bosib qoldi biz payt. Shunaqa hozir bosganlar hozir millioner, milliarder bo'lib yuribdi. Xuddi shunaqa. Negativlar negativ bo'lib hali ham yuraveradi. Bu o'zlari endi ularga e'tibor bermaymiz, chunki odam o'zi qachonki shu narsaga pishib yetiladi, oq ishlasam uzoqqa boraman ekan degan fikrga qachonki o'zi ichidan yetib keladi, shunda ular bizni gapimizni, bizni maslahatimizga yuradi, bizni gapimizni oladi. Agar u narsa pishib yetilmasa, har qanaqasiga biz oq ishlash, to'g'ri ishlash, hozir bosib qolish kerak, paytda deyishimizga qaramasdan ular shu o'z bilganidaqa yuraveradi. Nimaga ko'pchilik haqiqatda shu imkoniyat kattaligini bilib turib ham shart beliga o'tib ketmayapti? Yana shu yuragini ushlab yuribdi. Shu nimadan ekan men o'ylayman. Oxirigacha tushunmayapti-da. Oxirigacha tushunmayapti. Men bilganim shu. Oxirigacha tushunmayapti. Ular ilm yetmayapti yoki prosta shuncha pul to'layman, buni olib ketyapti-da. Bu bir yilda buncha $1000 bo'lib ketar ekan. Endi mana kecha bir suhbatda bir akamiz aytayapti. Ukam deydi, ishchi oladi. 25 ming so'm, 30 ming so'mga ishlaydigan ishchi istaveradi doim. Kecha suhbatda eshitdingiz-ku. 25 ming so'm, 30 ming so'mga ishlaydigan ishchi istaveradi. Bitta ishchisi bor, 70 ming so'm oylikka kelgan hozir, lekin natijasi zo'r. U 100 ming olib keladi. 100 ming, 150 ming, hozir mana sezon yo'qligida 100 ming olib kelyapti, 70 ming olib ketyapti deyapti. Sezon bo'lganda 200 ming olib keladi, 70 ming olib ketadi. Akamiz o'ylayapti 70 ming oylik ko'p. Bizda shunaqa bo'lib qolgan. Men masalan 21 yil tajribam bo'ladigan bo'lsa, undan 3 yilligina faqat ish beruvchi bo'lib ishlaganman. Qolgan 23 yilida yollanma ishchi bo'lib naimda ishlayman. Ko'pchilikda kuzatganim sredniy statistический deymiz, ya'ni o'rtacha oladi. Misol mana O'shda o'rtacha oylik necha pul? 30 ming, 40 ming bo'ladigan bo'lsa, shuni beraman deydi. O'rtacha oylikni beraman deydi. O'rtacha oylikni beraman yoki undan pastroq beraman deydi. Keltirayotgan natijasini hech kim o'ylamaydi.
to'xta, men bu odam menga 30 ming olib beryapman, misol 50 ming foyda olib kelyapti. Bunga 100 ming bersam 500 ming olib kela oladigan kuchli spetsialist ekan. Shunga 100 ming beray degan fikrdan yiroq. Xuddi shu arzon ishchidan yutib qolaman degandek, nalogdan ham yutib qolaman deb, undan 10 baravariga tushib qolyapti. Shunaqa.